Yaqinda meni oldimga bir odam kelib, "Ukajonim, yaqinda men qizimga to'yxonada osh beruvdim. Oshdagi syomka qilgan bolalar menga ishi umuman yoqmadi" degan vajni bildirdi. Men avtomatik ravishda ularga savol berdim. "Okajon, sizga u studiyani syomka qilishini qat'iy yoqmadi. Imенно desam, mana misol uchun deyapti, odamlar kirib kelyapti, ichkarini ko'rsatganda o'sha odamlar osh yeb o'tirgani bo'lishi kerak, to'g'ri deyapti. Ha, menda bo'lsa deyapti, oldi ichkarida u odamlar o'tiribdi, choy ichib, osh yeyapti, ko'chani ko'rsatganida kirib kelyapti. Shunaqa kadr takrorlangan. Juda ko'p deyapti. Osh tugagandan keyin ham xuddi shunaqa oldin ko'chaga chiqib, men bilan xayrlashyapti odamlar, ishxonamdagilar, amakim o'g'illari, qarindoshlari ichkarini ko'rsatganda o'shalar hali ichkarida choy ichib o'tirgan kadrni takrorlanayotganini menga aytdi. Ana endi bu yerda savol sizlarga. Bu yerda operatormi yoki montajyormi juda qo'pol xatolikka yo'l qo'ygan? Kommentariyada kutaman.